Ko'ryapti. Berganingiz yo'q. Bo'zaymi? Yo'q. Yetish buzdimi? Ko'rganingiz yo'q. Ha, Qanchaga bermadi? 27 million so'mga berilgan yo'q. Tolishi arqadan hozir. 46 milyon kishi olishi. Taroziga ham so'rashdim buni. Taroziga so'rashdim. Ha. Telefon nomer bering. 91 113 1130. Aloqaga chiqarasizlar. Sog' bo'linglar. Harakat qilamiz. Arqadan ko'rsatamiz. Assalomu alaykum. Ishlaringiz charchamasdan. Rahmat. Sotildi, sotildi. Shimolimiz sotildi. Bo'zay ekanda 22 million 150 ming. Yaxshi. Zo'r. Ovozlar olamiz. Sizdanmi aka? Assalomu alaykum. Ishlaringiz charchamasdan. Nechi bosh? 30dan beri 3 o'si. 30 million so'mdan. Mashinacha chaltaraq qilib hozirga tomog'im tangidi. Bozor nechi pul qildi? Bor endi aka. Ha, hozir kirdingiz. Qaysini Abdurashid? Mana 3 o'si. 3 Qirg'iziston parodi. O uchovmi? Ha, 3 o'si. Taroziga nechi puldan berasiz? Yo'q, biz uni taroz totganimiz yo'q aka. Ha, taroziga tortilgan. Uni oyog'ida sotamiz, tog'a. Telefon 70 ming desa olmaysiz aka, bari. olinmaydi, to'g'ri. Oyimiz tortay. Telefon nomer bering. Mana bu qarab. Telefon nomer bermayman aka. Xo'p bo'ladi. Umid ediyorum. Bo'ldi. Bozoringizni bersin. Sotish vorar ekan, telefon nomeri olinmadi. Yo'q, narxini so'rading. Uchov nechi pul? 30 milliondan kami bor. So'ralgan yo'q. So'ralgan hozir keldi. Bular kimdan aka? Assalomu alaykum. Jo'rabek aka, kimsiz? Assalomu alaykum. Nechta? Oladan u olagacha. 5 ta. Bu ikkovsini jupini nechi pul qilishdi yo yakka bo'lyaptimi? Buga 28 dan kami bor aka. Ha. 26 million so'mda ko'rdi. Mana bu. Olachi Izzatali olingiz nechta? 22 million 500 ming. Buchi qoramiz. Jupaga 50 million. Jupiga 50 million bo'lsa berasiz. Yo'q, bermadim. Bermadingiz. Ha. Nariga olalaringiz-chi? Ikkosi. Olam o'rnisi 27 kami bor. Yani narigisi 25 kami bor. 27 ga 25 kami bor. Azmimda davrani ochib qo'yinglar. Nurmurat aka orqalardan to'p bering. Mana bo'lecha narsa ekanda. Yo'q, jo'la. Dohilda karantindan o'tgan, uyda turgan bor. Aha. Bozor yetalangan, olib kelingan. O'zi 21 kundan o'tdi. Xudo xolasa yaxshi ilashmaydi. Yashirga yoki garantiya qilmayman-u, yeb-ichishga garantiya qilsiz bo'ldi. Odamlarni o'zi bozor hech kim garantiya qilgan yo'q buni yashirga. Yeb-ichishga garantiya qilsiz bo'ldi. Ozmoz pulidan qolsa berasizmi? Sinoqqa, yemoqqa, ichmoqqa. Maqsad nima? Maqsad olish shu, mana obunachilarim. So'ragani sababi maqsad sinashmi? Yo'q, sinash emas. Kimdir puli yetadi, kimdir puli yetmaydi. Men bitta sigirim bor sotib turib beraman deydi. Bozorda qonun qoida shunaqa-yu. Aka hormi, jimsiz? Telefon nomer berasizmi? Telefon nomer beraman. Ayting. 91lik. 91lik 325 325 70 33. 70 33. Obunachilar aloqaga chiqaverasizlar. Shu nomerga. Sekin. Aka, ikodan ushadi. Sizlar olganlarmi? Men narxini bilib olmoqchiman, xolos. Bo'ldi, ketaman. Gap so'z yo'q. Nech pul yoki aytib qo'ying, ketaman. 25 milyon 500. 25 million 500 ming. Nurmurat aka odamlar nomi o'zini olib qo'ying bo'ldi. Qoraga bering. 25 million 500 mingga berilgan yo'q. Ketdik. Obunachilar Sotilib 34 million 500 mingga sotilibdi. Qancha? 34 million 500 ming. 34 milyon 500. Ano'shani ham chiroyli namoz ekan. Sotildimi? Sotilgan yo'q bu. Nech pul bu Hoji tog'a? Assalomu alaykum. Ishlaringiz charchamasdan. Rahmat Xudoga shukr. To'shlariga o'tib rosa boqibsiz.
32 millionni to'xta. 32 million so'mda to'xtatib berganingiz yo'q. Taroziga ham so'rashdim buni. Yo'q, aka bilan gaplashmaymiz. Kimlar? Siz bilan aka? Ma'lumotini bering demoqchi edik. Chiroylimi? 32 million so'mga berilmadi deyaptilar. 2 millionga berilmadi. Taroziga ham so'rashdimi? Taroziga 61 dan so'rashdi. Bermadingiz. Ha. Rosa boqilib tomalaydi. Boqqanga ham rahmat. Zo'r. Telefon nomerini berasizmi? Sotib yuborasiz. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. O'zi bir dona, ikki dona xolos. U hali olti taroziga. Ha, ha. Yo'qsa kerak. Mana shu 30 million 500 ming so'm. 30 million 500 ming qilishdi. Suvda ko'rdi, berilgan yo'q. Egasi ketib qoldi. Yana mol, boshqa moli bo'lsa kerak-da. O'zi baraka topadi xolos. Suvda bo'lyapti. Zabor baraka deydi. Biringdan berdim tolka. Qirg'ilda yeb kelgan nazar shahab bermagan. Rambukka joyda. Qanchaga bermayapsiz? 25. 25 millionga berilmayapti. Hisoblansa. 100 ming beraman. 100 ming niyat. Ziyodullo. 100 ming beraman. Azbega aytib mol olmayman, qolib kelamiz. Barakangiz bormi? 5 millionga berilmayapti. Men qo'shgan bilan. Hamma aytgan ko'p aytdi deysiz, o'shancha o'zi bilavering. Aytavering. O'sha sizga uni nazarman deydi. Aytavering aka, mol sizda pulmas. To'g'ri. Ma'qul kelsa bor baraka deymiz, qo'shavering. 5 ming 200 ming. Bering. Naqchaga. 5 million. Bozorga boqmaya kiruvdi va aqli unga kichkina olishga to'g'ri kelgan buni sotsa men sotdi. Olib o'tib ketamiz. Ikkita savdo bo'ldi. Nech pulga savdo bo'lyapti? Nech pulga savdo bo'lyapti? Yarmini talashmayman. 40 millionga. Oldim aka, sotdingizmi? Xursandchilik bilan jon aka. Aka, boisi boqaman, xursandchilik bilan sotdingizmi? Aka qattiq aytadi. Qaysi? Nechta savdo bo'lyapti? To'g'ri, uni ola bilan qoladi. Hali. Hozir obunachilar narxini bilganlar. Aka 100 ming o'tib bering. 100 ming o'tib bering. Shu bola endi qattiqlik qilib olmay. Qo'shsa qo'shaveradi, pulni barakasini bersin. Shuncha odamga ma'qul keldi. Shep 100 so'm o'tib bering. Bor baraka. Aka 100 so'm. Bering. Aka mana 100 ming rasxotini qo'shib beryapman. Aka 100 ming bilan boy ketdi, bolani qo'shib barakasini. Ko'taring, baland ko'tarib tashlab yuboring. Rozimisiz? 100 ming qo'shib 200 bering. Haydi. O'zingiz aytgan to'pa to'g'ri Ajrashdi. barakasi. Nech pulga baraka bo'ldi? 47 million 200 ming. Qo'ni bilan manumi? Ha, ha. Dehqonchilik. 47 million 200 ming baraka bo'ldi. Ikkosi. 200 mingga baraka bo'libdi. Zo'r, zo'r. Sotildi. Sotildimi? Sotildi. Olgan ham, sotgan ham baraka topsin. 22 million 500 ming so'm. Taroziga ham so'rashdimi? Tarozi. Taroziga so'rashdimi aka? 61 mingdan so'radi. 61 ming so'mdan berilmadi taroziga. Aka, beravering hozir o'tsin. Joy yaxshi bo'ldi. 23,5 million so'mga baraka bo'ldi. 24 bo'lsa 500 500 ming foyda bo'lsa sira sotiladi. Ayt sotyapsiz aka. Uzr. Bo'ldi aka. Ha. Ana. Xaridor yo'q, savdo yo'q, obunachilar. 500 ming so'm foyda bo'lsa beraman deyaptilar. Mana aytib turib olinyapti, sotilyapti. 23,5 million so'mga savdo bo'ldi. Nech pul deyapsiz buni? 22 million. 22 million so'm. Bozor nech pul so'rayapti?
Bozor 20 milyon. 20 milyon so'm savdo so'rayapti. Telefon nomer bering. 90. 90lik 406 406 80 90. 80 90. Bozoringiz bersin. Bu necha pul oldi bu? Abduhali necha pul oldi? Jumsiz. O'rta charchamasdan. Necha pul oldi bu? 19 milyon. Bermadilaring. Yaxshi. Qanchaga? Mollar berib yubordim ha. Sotib yubordim. Yaxshi. Arqadan to'g'ri oldi. Qo'rqashi. Hormay aka, assalomu alaykum. Jumsiz. Gençler. Umidli Dunyo zamonaviy video ikkita kanal. Necha pul bu? Puli necha pul? Puli 25 milyon kami bor. 25 milyon kami bor. Yarim savdo qilishyapti. 22,5 milyon savdo ko'rdi. Berganingiz yo'q. Bo'zaymi tish bizdimi? Yashar bo'zak. Bir yashar. Telefon nomeringizni bering. Yo sotib olasizmi? Sotib ketadi. Bozoringizni bersin. 22,5 milyon so'mga berilmadi. Charchamasdan. Rahmat. Bozor qildimi? Necha puldan? 68 qilishapti. Uchosi 68 milyon. Telefon nomer bering. 90'lı 532 52 24. 90'lik 532 52 24. Aloqaga chiqaverasizlar. Bir boshdan sotamiz. 1.5, 1.10 bo'ylari premyerda. Umidli Dunyo zamonaviy video, ikkita kanal. Bu necha pul olyapti aka? 17,5 milyon so'm savdo ko'rdi. Berganingiz yo'q. Assalomu alaykum. Ishlaringiz yaxshimi? Charchamasdan. Jumsiz charchamasdan. Rahmat. Ma'lumotlarni siz bilan gaplashasiz. Men gaplashib yuraman. Kuchli ekan. Sizlarga analang kuchli. Sekin. Qo'shta berar ekansiz-da. Qo'shta sotilar ekanda. Bo'ldi, bozoringiz bersin. Buchi aka necha pul oldi? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Jumsiz charchamasdan. Openg chiroyli qilib. Ha, chiroyli qilib akamni. Necha pul? 21 bering kam. 21 million so'm kam bor. Kam bor. Bozor necha pul qildi? Voy do'stim. Qani gapiring, bozor necha pul qildi? Ana 19,5. 19,5 million so'mga berilgan yo'q. Berilgan. Mo'ljal 20 ekanda. Tarzat qo'shilib qolsa-ey. Alloh bozorni Bozorni bersin ilohim, sotib yuboringlar. Sog' bo'linglar. Xo'p, salomat bo'linglar.